Assalomu alaykum hammaga. Albatta kuxonning beshiga ustanov ketib berdik. Rossiyskiy laminat. Eshiklar balkonli, ishlari ikki etaj. Tupik variant bo'ldi beshi. Motlari bular tutdi. Ishlari ikki etaj. Patolog pes ekan. 2 metr, men 2,20 mana shunday. Stollari oq, kafelar ham oq. Motoy. Pesi kir mashin. Shu место. Buyoqlari 2 etaj, 2 xona. Moykasi, high-tech moyka. Setkasi, dozatori, shu buyoqda setkasi bor. Peslari smislida qo'ysa bo'ldi. Bu ham tupik variant bo'ldi. Mayli, shunda kichkinagina xona olib tushdi. Birazdan chebiyog'imda 3 tona tortmasi bor. Bu yerda xona. Tushdi. Bunga shunday sifatli belga kerak bo'lsa, o'zimizga aloqa qilib chiqarib taxlab beramiz, xudo xolasa.